Xorazm viloyati bojxona boshqarmasining kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan viloyat davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar idoralari va Milliy gvardiya xodimlari bilan hamkorlikda Tuproqqal'a tumanida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yishga qaratilgan navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida Surxondaryo-Xorazm yo'nalishida harakatlanib kelayotgan oq rangli Cobalt transport vositasi ko'zdan kechirilganda, ushbu transport vositasida pochta sifatida berib yuborilgan limon ko'chatlarining tomir qismida selofan paketlarga o'ralgan og'irligi 113,35 gramm opiy giyohvandlik vositasi yashirib qo'yilganligi aniqlandi. Ammo mazkur limon ko'chatlarini o'z avtotransport vositasida olib kelayotgan haydovchi ko'chat bilan birgalikda narkotik moddalarni ham tashiyotganidan bexabar bo'lgan. Shu kunning o'zida tezkor tadbir Gullan tumanida davom ettirilib, ushbu ko'chatni qabul qilib olayotgan vaqtida 41 yoshli yana bir fuqaro protsessual tartibda ushlandi. Holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.